Murojaat ko'pligidan kecha biz Allohga tavakkal qilib 3 ta oilani 24 soatga olib chiqqan edik. Yurtboshimiz aytganlaridek, biz bir xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Biz 24 soat ichida 3 ta oila emas, 4 ta oilaga pul yig'dik. Bu 24 soat ichida kartalarimizga 104 ming dollar, zakotchilarimiz dollarga hisoblaganimizda 4200 dollar, jami 108 ming 300 dollar pul yig'dik. Endi videoni oxirigacha ko'ring. Qara, seni yaxshi ko'radigan xalqim bor ekan. Operatsiyaga qancha ketadi dedingiz? 14 ming, 16 ming dedingiz, ha? Bang, men 10 ming düşe. Men 20. Men 30 ming. Operatsiyadan boshqa qolgan uy joyga ham harakat qilaverasiz. Xo'p? Hamma yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Sababchi qilganlarni ham bolalaringiz huzurini ko'ring. Hammalaringizga Amin. katta rahmat. Bizlarning ham yuzimiz Amin. yorug' bo'lsin, bolam Amin. yaxshi bo'lib ketdi. Hammalaringizga kattakon Amin. rahmat. Alloh. Rustammisan Azbek? Jonim, tezroq tuzal. Ona qizim, yaxshimisan? Mana dadang oldimda turibdi. Qarang, turmush o'rtog'ingizga beryapman. Mana 10 ming dollar. Mana 20 ming dollar. Mana 30 ming dollar. Xursandmisiz? Rahmat, sog' bo'ling. Dunyo turguncha turing. Xursandmisiz? Alloh komil shifo bersin. Hamma ehson qilganlarga rahmat. Ehsonlar qabul bo'lsin. Amin. Sababchi bo'lganlarga ham rahmat. Amin. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Hech kimni farzand xursand bo'lmasin. Sizga ham katta rahmat. Amin. Allohu akbar. Ana. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Yig'lamang, yig'lamang. Sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Xursandmisiz aka? Rahmat aka. Nechta edi farzandlardan? 4 ta farzandim bor. Bu nechinchisi edi qizingiz? Narsa? Ulus. Eng kattasimi? Kattasi. Alloh shifo bersin. Rahmat aka. Nimani his qilib kelayotdingiz? Nimani o'ylab keldingiz? Nima bo'lar ekan dedingiz? Men to'g'risi ishonardim. Xalqimizga ishonardim. Aziz vatandoshlar, mana ikkita oilamizni yopdik. Bugungi videoni ko'ryapsizlar. Endi ertaga yana ikkita oilamizni qo'yamiz. Ham ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Videoni maksimalli like bosamiz, kommentariyaga hamma ehson qilganlarga duo qilamiz va hammaga yuborib qo'yamiz. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Ertaga ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Alloh nasib qilib tursa bas